Ichib ozmang, chunki organizmga katta zarari bor. Ozdiradigan slim kollagen. Birinchi bo'lib probaga chiqqan, eksperiment qilingan hozir otzivi bilan qo'yaman. 1 oylik kollagen mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hidi приятный. Даже kollagen icha olmaydigan qizlar ham bemalol ichishadi. Ozdirganda sizlarni badaninglarni osiltirib qo'ymaydi, chunki bu kollagen dori emas. Badaninglarni tetik qilib, sizlarni ozdirib beradi. Musulmonlarga mumkin bo'lgan kollagen, sostavi toza, oshiqcha narsalar yo'q. Undan tashqari terimizni namlantiradi. Tanamizda kollagen vitaminini oshirib beradi, sochimiz to'kilishini oldini oladi. Agar tezroq ozmoqchi bo'lsangiz, kuniga 2 mahal ichasiz. Agar srednim, sekin-sekin ozmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, kuniga 1 mahal ichsangiz ham bo'ladi. Ertalab zavtrakdan 20 minut oldin och qoringa ichiladi. Bu kollagen sotuvga chiqishni boshlagandan keyin ko'pchilik sotuvga ham olyapti. Chunki kundan kunga dorilardan ozib zarar ko'rgan odamlarning soni ko'payib boryapti. O'shaning uchun kollagen eng bezarar yo'li, chunki bu vitamin tananglarni zo'riqtirmaydi, но зато effektivni ozdirib beradi. Emizuvli yoki homilador ayollarga mumkin emas.